Sam Travel. Bu qanaqa kompaniya? Nima ish bilan shug'ullanadi? O'zi ishonsa bo'ladimi? Va ularning maqsadi nima? Aynan ushbu savollarga ushbu videoda javob topamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Meni ismim Islombek. Ko'plar meni do'ppili bola deb Instagramdan tanib olishgan. Hozirda men Toshkent filial direktori bo'lib xizmat ko'rsataman. Sam Travel kompaniyamiz Yevropaga jamoaviy turlar bilan shug'ullanadi va biza 2025-yilning o'zida 300 dan ortiq insonlarni Yevropaga olib borib, sayohatlar tashkil qilib keldik. Va ko'plab yaxshi odzivlarga ega bo'ldik. Kelinglar, ushbu kompaniya qanaqa tashkil topgan va uni tarixini o'rganib chiqamiz. Bizning kompaniya Koreya, Yaponiya, Xitoy va Yevropa davlatlariga biznes va turistik vizalar bilan shug'ullanib kelgan. Men aynan shu kompaniyaga 3 yil oldin boshidan aviabilet yozish, tarjimonlik va keyinchalik viza hujjatlarini yig'ish bilan shug'ullanib keldim. Lekin vizani o'zi bilan ish bitmasdi. Ya'ni biz turistik viza olib berganimizdan keyin hamki turistlarimiz borgandan keyin u yerda tilni bilmaganliklari sababli yoki transport, asosiy joylarni yaxshi bilmaganliklari sababli Yevropadagi sayohatlari yaxshi bo'lmasdi. Shu jihatdan yana O'zbekistondagi biznesmenlar yoki yosh katta insonlarni orzusi bor edi. Shvetsariyaga borish, Fransiya, Avstriya, Germaniya kabi Yevropaning mashhur joylariga borish ularning orzulari edi. Shaxsan meni buvim ham aynan shu joylarga borishni orzu qilardilar. Lekin ularda yo'lboshchi bo'lmaganliklari sabab yoki u joylarni yaxshi bilmaganliklari sababli sayohat qila olmasdilar. 2024-yil avgust oyida birinchi jamoaviy turimizni tavakkal qilib amalga oshirdik. Meni buvim va 14 kishi umumiy biza Yevropaning Vengriya, Italiya, Shvetsariya va Fransiya davlatlariga birgalikda sayohat qildik. Aynan ushbu turda har xil muammolar bo'ldi. Sababi birinchi turimiz bo'lgani uchun mehmonxonalarda, transportlarda yoki o'zimda har xil kamchiliklar chiqdi. Lekinda bizning turistlarimiz, meni buvim o'zlarini farzandlariga bergandek tavsiyalarni berib, kamchiliklarimizni to'g'rilashni aytganlardan keyin biz o'zimizni komandamiz bilan birgalikda ustimizda ishladik va hattoki 2025-yilning sentyabr oyiga kelib 45 kishilik eng katta gruppamizni amalga oshirdik. Hozirgi kunga kelib Sam Travel kompaniyasi Yevropa davlatlariga jamoaviy turlar bilan mashhur bo'lib kelyapti. Bizning asosiy auditoriyamiz o'rta yoshli er-xotinlar va albatta ularning ota-onalarini biz Yevropaga jamoaviy turlar bilan olib kelamiz. Va bizning eng mashhur lokatsiyalarimizdan biri albatta Shvetsariyaning Lauterbrunnen qishlog'i. Aynan shu joyga borgan har bitta inson yanada yosharib, energiyaga to'lib, miyalari dam olib keladi va bizning pikniklarimiz yanada odamlarni xursand qilib, yanada kuchaytiradi. Va bizning keyingi lokatsiyamiz albatta Fransiyaning Parij shahri yoki Italiyaning shaharlari hisoblanadi. Sababi ko'plab akalarimiz ayollariga va'da berishgan, aynan shu joyga to'ydan keyin olib kelaman deb va bizning bu romantik shaharlarimizdan biri hisoblanadi. Yanada bizning Avstriyaning tarixiy shaharlari bor va ko'plab shaharlarga biz jamoaviy turlar tashkil qilamiz. Sam Travel kompaniyasining asosiy maqsadlaridan biri ota-onalarimiz orzu qilgan, rejalashtirgan, ammo sayohat qila olmagan joylarga biz jamoaviy turlarni rejalashtirganmiz. Nafaqat bu tur, balki yanada manfaatli, foydali, yosharadigan sayohatlardan biri bo'lishiga biz aynan milliy do'ppilar bilan o'zimiz olib borib, kamchiliklarni kamaytirgan holatda sababchi bo'lishni niyat qilganmiz. Siz ham Yevropa davlatlari bo'yicha qiziqayotgan bo'lsangiz yoki Yevropa davlatlariga sayohat qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, Sam Travelning YouTube kanaliga obuna bo'ling va nasib bo'lsa birgalikda Yevropaga sayohat qilamiz.